Bog'chasi bor, maktabi bor. Bu yoqda ishlab qolib ketadi. Kecha senga telefon qilaman deb aytaman deb esimdan chiqibdi. Bu yerga kelishingni foydasi ham yo'q. Dadang fabrikani sotyapti. Hech kimni bu yerga kelganidan foydasi yo'q. To'g'risini aytsam juda ham asabiylashdim. Fabrikani sotib, pullarni moliga bo'lib beraman deyaptilar. Bilmadim, to'g'ri ish qilyaptilarmi, yo'qmi? Voy, To'g'risini aytsam, qizim boshim aylanib qoldi. Men bilan maslahatlashmasdan ko'p ishlar qilyaptilar. nima qilganlari bu fabrikani-ya? Biz qarayapmiz, eplayapmiz-ku, oyi. Endi nima deysan? Endi dadangning qarori shu. Pulni tarqatib beradilar, xohlagan ishinglarni ochar ekansizlar. Unda Turkiyaga borganimizning nima foydasi bor? Shuni aytaman-da. Biz ushlab turgan o'sha fabrika edi-yu, bola shu yerda ham o'qiverardi. Mayli, bir gap bo'lar. Bo'pti, oyi. Bo'pti. Xabar berarsiz-a? Xo'p. Bollarni o'qib Bo'ldi, qo'y. xo'p.